Alaykum kanalimiz a'zolari, navbatdagi obyektimizni ham yakunladik xudo xolasa. Bu yerda qilingan ishlarimiz tuproqlarni solib to'ldirib, kameliya gullar, atirgullar, taglari полный zеленый zona bo'ldi. Taglariga toshlar bilan ishlab qo'ydik xudo xolasa. Suv ketishi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa ob-havo yaxshi bo'lib tursa, gazonlarimiz ham chiqib ketadi. Bundan buyog'i 20 kun bir atrofida chiqadi. Havo yaxshi bo'lib tursa. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ko'chada obyektlarimiz ham, joylarimiz ham yakunlandi xudo xolasa. Bitta suvni sepib, chiroyli qilib qo'yamiz hozir. Tomonlariga ham polni suvlarni quyib, aytalarimizni bitta yuk tashlaymiz chiroyli qilib. Yam-yashil holga keladi archa.